Assalomu alaykum do'stlar, hormanglar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan ushbu videoni hozir ko'rib o'tamiz. Как сообщили в ведомстве, задержан гражданин Молдавии. Он планировал доставить в нашу страну взрывчатку для организации диверсии. Согласно данным спецслужбы, задание экстремист получил от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Задержанный должен был заложить взрывчатку в тайники, расположенные в Волгограде и Саратове. Do'stlar, ko'rdingizlar, hozir Moldaviya fuqarosi Rossiyada Volgograd shahrida qo'poruvchilik ishlarini amalga oshirish uchun terakt uchun pirotexnika vositalari bilan qo'lga tushdi. Ashvoliy dalillar. Bularni Federal xavfsizlik xizmati, ya'ni FSB va razvedka xizmati vaqtida aniqlab va bu narsadan nima deydi, yo'llarini topib, kimligini bilib qo'lga olishdi. Bu narsani hozir bizga ham taqdim qilishdi va shu o'rinda sizlarga aytib o'tmoqchiman. Rossiyaga ishlashga kelganlar, o'qishga kelganlar, ehtiyot bo'linglar, dastavka ishlarida ishlamanglar. Uzra Volgogradda umuman kuryerlik taqiqlangan, bilasizlar, taksichilik ham taqiqlangan. Shuning uchun haligi taksida bo'ladimi, kuryerlik bo'ladimi, qanaqa mashinada yurishingiz qat'iy nazar, piyoda yuraysizmi, sumkada yuraysizmi, tanish bo'lmagan odamlaringiz korobkani, paketni falon joyga olib borib qo'y desa, uni tekshiringlar, ogoh bo'lib o'tinglar. Mana shunaqa noqonuniy bo'lgan narkotika va portlovchi moddalarni, har xil narsalarni yetkazib qo'yib, u narsani javobgarligi juda ham katta, jinoyat javobgarlik, hamma davlat singari Rossiyada ham jinoyat javobgarlik, ya'ni noqonuniy narsani tashiganingizni bilmasdan turib, qonunni bilmaslik javobgarlikdan sizni ozod qilmaydi. Ehtiyot bo'linglar. Xudo xolasa mana bu teraktdan vaqtida aniqlandi va yaxshi bo'ldi, chunki yaqinda O'zbekiston delegatsiyasi Volgogradga tashrif buyurdi. Juda ham katta tadbir bo'lib o'tadi. Ulug' vatan urushida g'alaba qozongan kunlar munosabati bilan 28-29 kunlari Rossiya Federatsiyasi prezidenti Putin, Belorussiya prezidenti hamda ichki ishlar vaziri O'zbekistondan delegatsiyalar, o'zbeklardan, Moskvadan, har qaysi davlatlardan bu yerda tashrif buyurishadi va bu narsadan biz anchagina nima deydi, tinchlanish maqsadida yaxshi bo'ldi ham bu narsani ushlangani, chunki erta bir kun baribir Moldaviya bo'ladimi, boshqa davlat fuqarosi bo'ladimi, migrant qildi degan narsa bo'ladi va bu narsani aniqlaganlar ham yaxshi bo'lgan. Xullas, ehtiyot bo'linglar. Bizlarni boshimizga kaltak sinishi aniq edi, buni olib qarasam. Chunki baribir migrant bor, migrantda qaysi davlatdan kelishdan qat'iy nazar, Moldaviyadan kelsin, Qirg'izistondan, O'zbekistondan kelsin. Kuryerlik xizmatida ishlamanglar. Tanishlaringiz bo'lsa ham tinchlantiringlar, boshqa ish topsin lutchi. Bilasizlar, bitta millatda bitta ikkita yaxshi mana shunaqa gromki ishlarni qilgan odam televizorga, internetga, Telegram kanaliga chiqqan paytda bu butunlay hammaga tarqaladi va misli xalqni nima deydi, nafratiga va yomon qarashlariga, yomon kommentariyalarga, har xil qonunlarning kuchaytirilishiga sabab bo'lib keladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, hammaga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Yaxshi pullarni ishlab, qonunlarni buzmasdan, qoidalarni buzmasdan vatanimizga, oilamiz, davramizga, vaqtimizga qaytaylik, do'stlar, sog' bo'linglar.